Assalomu alaykum aka. Aksiyamizda yangi ish ko'rsatmoqchimiz. Sizlar bundan oldin agar istaysiz bo'lsa gruppada rasm tashlagan vodiy paxtaligi restoratsiya jarayonini boshladik. Faolni qayta boshlab qilamiz. Ochilish jarayoni rasmdan qo'ygan edik. Mana shu ish biz nasibsa bo'ldi. Tayyor bo'ldi. O'rnida mo'jilan gubkalar va o'z bahovi gubkalar degasiga mana. Magazin yangi g'olib olsangiz, turak olsangiz kim qancha pul bo'ladi? Mana sizlar shu paxtalik vodiyi zaponusda ularni yangilab, sizdan ukalar 10lik, sminkalar 3lik. Onusda yangilab, yangicha stilda chiroyli qilib berdik mana. O'zingiz baho berasiz. Mana shundan o'zi yana bir komplekt biz bor. Mana shunda mana ikki komplekt bor. Bidan ham bor. Yo'dan mana shu paxtalik divanni nasibsa uni gubkalab yangilab mana shu ko'rinishga keltirdik mana. 2 yil kafolati ham bu. Hamma joyi sifatiga javob. Kim shunaqa xizmatga kelayotsa, pastdan nomer qoldiramiz. Aksmen doim xizmatlaringizda. Sog' bo'ling.